Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz intayin oddiy bir mazmunni o'rganamiz. U bo'lsa-mu mutlaq qimmat. Mutlaq qimmat degan bu soatlik darsimizga qarashdan burun biz oldi bilan son o'qini yana bir takror qilaylik. Son o'qini biz burun ko'rib bo'lgan shundami? Unda o'sha men menga nayt oddiy son o'qining birini sizib tayyor qo'ydim. Unda o'sha qaraydigan bo'lsak, son o'qining biz bilishga tegishli bo'lgan bir qancha alaylik bor. Yana bu son o'qi ustida qanday bo'ldi? Sol tarafdan o'ng tarafga mang'an vaqtimda, ya'ni sol tarafdan o'ng tarafga sonlar cho'ng'ib mang'adi. O'ng tarafdan sol tarafga mang'an vaqtimda qanday mang'adi? Kichiklab mang'adi. Shundaymi? Unda o'z qaraydigan bo'lsak, men bu yerdagi 0 ni qanday qildim? Ko'k rangda yozib qo'ydim. Bu 0 alayda bir son ham alayda bir nuqta. Ya'ni bu 0 ni biz son o'qining boshlang'ich nuqtasi deb ataymiz. 0 ning o'ng tarafi, ya'ni 0 dan cho'ng bo'lgan sonlar musbat sonlar. Shundaymi? 0 ning sol tarafi, ya'ni 0 dan kichik bo'lgan sonlar hammasi manfiy sonlar. Unda o'z bu 0 musbat sonlarning ham manfiy sonlarning bir boshlang'ich nuqtasi bo'ldi. Unda o'z qaraydigan bo'lsak, o'ng tarafga mang'an sari sonlar cho'ng'ib mangdi. Shundami? Men buni yezib olmayman. Cheksiz ketadi. Shunlashqa bu yotqizib qo'ygan 8 cheksizlik belgisi, uning oldiga plus belgisini qo'ysam, cheksiz cho'nglik, ya'ni cheksiz cho'ng'ib ketadi degan ma'noni ifodalaydi. Unda bo'lsa cheksizlik belgisining oldiga minus belgisini qo'ysam-chi, ya'ni cheksiz kichiklik belgisi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu son o'qining ustida o'ng tarafdagi son har doim sol tarafdagi sondan cho'ng degandim shundami? 5 3 ning o'ng tarafida, unda 5 3 dan cho'ng. Masalan, -2 -5 ning o'ng tarafida, unda bo'lsa -2 -5 dan cho'ng degan gap. Unda bo'lsa bugungi mazmunimizga qaytib kelaylik. Mutlaq qimmat. Mutlaq qimmat degan nima? Ya'ni bir sonning mutlaq qimmati o sonning son o'qining ustida ifodalagan nuqtadan 0 gacha bo'lgan oraliqni biz shu sonning mutlaq qimmati deb ataymiz. Yana bir ta'kidlab o'tay. Bir sonning mutlaq qimmati o sonning bu son o'qining ustida ifodalagan nuqtadan, ya'ni 0 gacha, ya'ni bu son o'qining boshlang'ich nuqtasigacha bo'lgan oraliq bu sonning mutlaq qimmati bo'ldi. Unda bo'lsa matematikada masalan men a deb bir son faraz qilay. A degan bu sonning mutlaq qimmatini ifodalang desam qanday ifodalayman? Bu xil shaklda ifodalaymiz. Ya'ni a ning biqinga ikki tal tuz siziq sizdim. Shundami? Bu a ning mutlaq qimmati degan ma'noni ifodalaydi. Unda bo'lsa masalan men bir qancha tal misol beray. Masalan 2 ning mutlaq qimmatini toping dedi birisi menga shundami? Unda bo'lsa 2 ning mutlaq qimmati. Bir sonning mutlaq qimmati bu sonning son o'qida ifodalagan nuqtadan 0 gacha bo'lgan oraliq dedim. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 ni men son o'qining ustidan topa olayman. Shundami? 2 mayada. Bu sonning son o'qining ustida ifodalagan nuqtadan 0 gacha bo'lgan oraliq, ya'ni 2 dan 0 gacha bo'lgan oraliq. Nechalik bo'ldi? 2 bo'ldi. Unda bo'lsa 2 ning mutlaq qimmati 2 bo'ldi ekan. Shundami? Unda bo'lsa yana bir aylanmanimda -2 ning mutlaq qimmatini tepib qo'ygan unda bo'lsa, shundami? -2 ni men son o'qining ustidan topa olayman. Mana -2. Unda bo'lsa -2 dan 0 gacha bo'lgan oraliq -2 ning mutlaq qimmati bo'ldi. -2 dan 0 gacha bo'lgan oraliq necha? 2. Unda bo'lsa javobdan yana 2 degan gap. Bir aylan deyishi mumkin. Ma'lum bu aloqa -2 dan 0 gacha bo'lgan oraliq -2 bo'lmamdi. Oraliq hech bir zaman manfiy son bo'lmaydi. Masalan, Urumchi bilan Xotanning oraliqi yoki Urumchi bilan Qashqarning oraliqi -500 kilometr deydigan gap yo'q shundami? Oraliq har zaman musbat son bo'ldi. Unda bo'lsa yana bir qancha o'rnak ko'rib boqaylik. Masalan, -4 ning mutlaq qimmati deganim degan gap. -4 ni men son o'qining ustidan izdayman, shundami? -4 bu yerda. -4 dan 0 gacha bo'lgan oraliq amaliyotda -4 ning mutlaq qimmati bo'ldi. Javobdan necha? 4. Unda bo'lsa, masalan 4 ning mutlaq qimmati necha bo'ldi? 4 ning mutlaq qimmati, ya'ni 4 ni topdim. 4 dan 0 gacha bo'lgan oraliq necha? 4. Amaliyotda 4 ning mutlaq qimmati yana 4. Ha, undaq bo'lsa nayt oddiy bir savol so'rab boqay. Bir musbat songa mutlaq qimmat qo'yib qo'yganning bir ma'nosi yoki ahamiyati bormi? Masalan, 2 shundami? 0 dan cho'ng bo'lgan bir musbat son. Unda bu 2 ning mutlaq qimmati yana 2 shu paytda chiqibdi shundami? Masalan 4 0 dan cho'ng bo'lgan musbat son. Bu 4 ga mutlaq qimmat qo'yib qo'ysa, yana 4 shu paytda chiqibdi. Demak, agar bir musbat songa mutlaq qimmat qo'yib qo'ysak yoki mutlaq qimmatning ichidagi son musbat son bo'lganda, bu son o'zgarmay shu paytda chiqa oladi. Agar mutlaq qimmatning ichidagi son manfiy son bo'lib qolsa, ya'ni 0 dan kichik bo'lgan son bo'lsa, bu manfiy son musbat songa aylanib chiqadi ekan shundami? -2 2 bo'lib, -4 4 bo'lib chiqibdi. Unda bo'lsa biz bir qancha savol ko'rib boqaylik. Masalan, birinchi savol deb yozay. 3,8 ning mutlaq qimmati. 3,8
3,8 degan 0'dan cho'ng bo'lgan bir musbat son. Shu payt chiqadi. Shundaymi? 3,8. Masalan, ikkinchi savol 128 ning mutlaq qiymati 128 musbat son, shundaymi? 0'dan cho'ng, unda bo'lsa 128 shu payt chiqdi degan gap. Agar masalan 3-chi savol mutlaq qiymatning ichidagi son manfiy son bo'lib qolsa, -5. Bu qaysi ma'noni ifodalaydi? Bir sonning mutlaq qiymati deganimiz shu sonning son o'qi ustidagi nuqtadan 0 gacha bo'lgan araliq. -5 dan 0 gacha bo'lgan araliq necha? 5. Ya'ni bu -5 mutlaq qiymatdan chiqqan vaqtda plus bo'lib, ya'ni musbat son bo'lib chiqadi shundami? Manfiy son musbat son bo'lib chiqadi. Unda o'zi qanday chiqadi? Biz bu ichidagi manfiy songa oldiga bir minus belgisi qo'yib beramiz. Chiqargan vaqtda minus ikkisini arqamarqa ko'paysam plus 5 bo'lib chiqdi. Shundami? Yana bir tal ko'rib baqaylik masalan. Minus 3,6 deb bir son yozdim. Unda olsa bu bir manfiy son, 0'dan kichik bo'lgan son. Manfiy son mutlaq qiymatdan chiqqan vaqtda, ya'ni agar mutlaq qiymatning ichidagi son manfiy son bo'lsa, 0'dan kichik, biz bu sonning oldiga bir minus belgisi qo'yib beramiz. Minus 3,6. Unda olsa minusni ko'paysam plus 3,6. Shundaymi? Yana xulosa qalam qanday bo'ldi? Mutlaq qiymatdan hech bir zaman manfiy son chiqmaydi. İçideki son mayli musbat bo'lsin, mayli manfiy bo'lsin, her zaman qanday bo'ldi? Muşta musbat son bo'ldi. Agar 0 ning mutlaq qiymati tepang bo'lsa, 0 ning mutlaq qiymati 0, buni qat'iy esimizdan chiqarmaslik kerak. Unda bo'lsa biz yana bir qancha savol ishlab baqaylik. Masalan, birinchi savol men do'stga yozay. Mundaq debdi: A B'dan cho'ng, undaq bo'lsa A elingan B'ning mutlaq qiymatini tepang. Shundaymi? Qarab baqadigan bo'lsak, bu yerda A elingan B'ning mutlaq qiymatini so'rabdi. A B'dan cho'ng ekan. Ya'ni xuddi 3 elingan 2 degandek. A B'dan cho'ng bo'lsa, A'dan B'ni elvatsam, bu yerda 0'dan cho'ng bo'lgan, ya'ni bir musbat son chiqadi shundaymi? Mutlaq qiymatning ichi musbat son, unda bo'lsa mutlaq qiymatdan shu paytda chiqalaydi degan gap. Masalan, ikkinchi savol. Akiz 2'dan cho'ng, undaq bo'lsa 2 akiz elingan 4 ning mutlaq qiymati. Agar qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 akiz elingan 4 ning mutlaq qiymatini so'rabdi. 2 ko'paytirilgan akiz bu, shundaymi? Agar bu yerdagi akiz 2 bo'lgan bo'lsa, 2 ga 2ni ko'paysam 4, 4dan 4ni olsam 0 bo'ldi. Lekin bu yerdagi akiz nima debdi? Akiz 2'dan cho'ng. Unda bo'lsa 2 ga akisni ko'paysam, bu 2 akiz degan bu son 4dan cho'ng bo'ldi. 4dan cho'ng bo'lgan sondan 4ni olsam, 0'dan cho'ng bo'lgan bir musbat son chiqadi. Demak, mutlaq qiymatning ichi musbat son shu paytda mutlaq qiymatdan chiqalaydi. Shundaymi? Agar mutlaq qiymatning ichidagi son manfiy son bo'lib qolsa, qanday bo'ladi? Biz baytdan ko'rgandik. Yana bir savol ko'rib baqaylik. 3-chi savol. Masalan, bundaq debdi: A degan bu son B degan bu sondan kichik bo'lsa, undaq bo'lsa A elingan B'ning mutlaq qiymati qanday bo'ldi debdi. Ya'ni bu yerda A elingan B'ning mutlaq qiymatini so'rabdi. A B'dan kichikkan. Xuddi 2 elingan 3 degandek. A B'dan kichik bo'lsa, A'dan B'ni elvatsam, bu yerda 0'dan kichik bo'lgan, ya'ni bir manfiy son chiqadi shundaymi? Manfiy son mutlaq qiymatdan chiqqan vaqtda oldiga bir minus belgisi qo'yib turibdi. Buni qat'iy unutib qolmaslik kerak. Unda olsa bu yerda bir yoshirin ko'paytirish bor. Biz buni o'rganib qo'ygan shundaymi? Men buni bunda qo'yib qo'ysammi bo'ladi, ko'paytirib chiqarsam bo'ladi. Minusga A ni ko'paytsam, minus A, minusga minus B ni ko'paytsam qanday bo'ldi? Plus B bo'lib ketdi. 4-chi savol qarab baqaylik. 4-chi savolda mundaq debdi: Akiz 1dan kichik, undaq bo'lsa, akiz elingan 1ning mutlaq qiymati qanday bo'ldi? Yani bu yerdeki akiz 1'den kichikkan. Yani 0,8 shunama 0 minus 2 degandek. Unda olsa 1'den kichik bo'lgan bir sondan 1ni elvatsam, bu yerda x elingan 1 0'dan kichik, yani bir manfiy son chiqadi shundami? Manfiy son mutlaq qiymatdan chiqqan vaqtda biz oldiga bir minus belgisini qo'yib beramiz. Tirnoqdan chiqarib qo'ygan vaqtimda minus akiz qo'shilgan 1 bo'lib chiqadi. Unda o'zi bir xulosa o'tay. Agar mutlaq qiymatning ichida manfiy son bo'lib qolsa, bu manfiy sonning oldiga minus belgisini qo'yib, biz qanday musbat son qilib chiqaramiz. Ya'ni mutlaq qiymatdan hech bir zaman manfiy son chiqmaydi. 0 ning mutlaq qiymati 0. Agar mutlaq qiymatning ichidagi son musbat son bo'lsa, ya'ni 0 dan cho'ng bo'lgan son bo'lsa, shu paytda chiqalaydi. Unda o'zi biz bir qancha savol ko'rib baqaylik. Birinchi savol, x'ning mutlaq qiymati teng 5 deb turishmi? Ya'ni bir sonning mutlaq qiymati 5 ga teng ekan. Unda bo'lsa bu yerdagi x tengchi. Biz mutlaq qiymatni o'rganib bo'lishni, mutlaq qiymat, ya'ni bir sonning mutlaq qiymati u sonning son o'qi ustida ifodalangan nuqtadan 0 gacha bo'lgan araliqda.
Yani unda olsa bu yerda qanday bir sonning mutlaq qiymati 5 ekan. Son o'qi ustida 0gacha bo'lgan orliq 5 bo'lgan sondan bormi? Albatta bor. Nechta bor? 2 tal bor shunda bor. 5 dan 0gacha bo'lgan orliqmi? 5 minus 5 dan 0gacha bo'lgan orliqmi? 5. Unda olsa demak bu yerdagi x tang 5 bo'lsa-mu bo'ladi, x tang minus 5 bo'lsa-mu bo'ladi. Ya'ni x ning 2 tal qiymati chiqdi. Shundami? Ya'ni bu yerdagi 5 ning mutlaq qiymati 5, minus 5 ning mutlaq qiymati 5 bo'lg'achqa x ham 5 ham minus 5 bo'lsa bo'la oladi. Unda olsa ikkinchi savol qarab boqaylik. 2x ilingan 7 ning mutlaq qiymati tang 5 debdi. Unda biz qarab bakadigan bolsak bu 2x ilingan 7'de 5 tang bo'lgan vaqtida 5 ning mutlaq qiymati 5. Agar 2x ilingan 7'de minus 5 tang bo'lgan vaqtida minus 5 ning mutlaq qiymati yana 5 chiqadi. Shundami? Unda biz men bu yerdan 2 tal tanglama chiqarib oldim. Ya'ni 2x ilingan 7'de tang 5 ve yoki 2x ilingan 7'de tang minus 5 deb 2 tal tanglama chiqarib olamiz. Unda biz tanglamani yeyşey 7 ni 10 tarafga o'tkazsam shundami? 2x tang 12 x tang necha bo'ldi? 6. 12 ni 2 ga bo'ldim. Bu yerdagi minus 7 ni 10 tarafga o'tkazsamchi 2x tang minus 5 ga 7 ni qo'shsam 2, shundami? 2 ni 2 ga bo'lsam x tang 1. Ya'ni bu yerda x ning 2 tal qiymati chiqdi. Shundami? Uchinchi savol qarab boqaylik. Bu yerda 2 tal mutlaq qiymat bor ekan. Nima debdi? 2x qo'shilgan 1 ning mutlaq qiymatidan 5 ni elib o'tganimning mutlaq qiymati 2 ga teng ekan. Ha, unda bo'lsa biz qancha tal mutlaq qiymat qo'yib qo'yishdan qat'iy nazar tafsili buni analiz qilamiz. Agar 2x qo'shilgan 1 ning mutlaq qiymatidan 5 ni elib o'tganim 2 ga teng bo'lsa, ya'ni men ostiga sızib qo'ygan bu qismi 2 ga teng bo'lsa, 2 ning mutlaq qiymati 2 bo'ldi. Tushunami? Ha, unda bo'lsa ben bunu yazıp olayım. 2x qo'shilgan 1 ning mutlaq qiymatidan 5 ni elib o'tganim 2 ga teng bo'lsa, ya'ni bu 2 ga teng bo'lsa 2 ning mutlaq qiymati 2. Agar masalan 2x qo'shilgan 1 ning mutlaq qiymati elingan 5, ya'ni ostiga sızib qo'ygan bu qismi minus 2 ga teng bo'lib qolsa, mayadagi sirtidagi mutlaq qiymat bilan yana 2 chiqadi. Shundami? Unda olsa bu minus 2 ga teng bo'la oladi ekan degan gap. Unda biz qanday qilamiz? Men bu minus 5 ni keyniga o'tkazdim, shuni ama 2x qo'shilgan 1 ning mutlaq qiymati 5 ni 10 tarafga o'tkazsam teng 7. Unda biz 2x qo'shilgan 1 ning mutlaq qiymati teng 7 ekan. 2x qo'shilgan 1 7 ga teng bo'lsa-mu bo'ladi, minus 7 ga teng bo'lsa-mu bo'ladi degan gap. Ya'ni 7 ning mutlaq qiymati 7, minus 7 ning mutlaq qiymati 7. Unda bo'lsa 2x qo'shilgan 1 teng 7, 2x qo'shilgan 1 teng minus 7 deb tanglimdan yana ikkinchi chiqarib olamiz. Unda bo'lsa 2x teng 1 ni 10 tarafga o'tkazsam 6, x teng necha 3. Shundami? Unda olsa bunu mu yeyşey? 2x 1 ni 10 tarafga o'tkazsam minus 7 dan 1 ni alsam minus 8, minus 8 ni 2 ga bo'lsam minus 4. 2 tal javob chiqib qoldi shuni ama su oltiq tugmida 10 taraf qarab boqaylik. 2x qo'shilgan 1 ning mutlaq qiymati ilingan 5. Bu 5 ni 10 tarafga o'tkazayotgan vaqtimda 2x qo'shilgan 1, shunami? 5 ni 10 tarafga o'tkazsam minus 2 ga 5 ni qo'shsam necha? 3. Unda bo'lsa 2x qo'shilgan 1 ning mutlaq qiymati 3 ekan. Unda bo'lsa bu qanday bo'la oladi? 2x qo'shilgan 1 3 ga teng bo'lsa bo'ladi. Ya'ni 3 ning mutlaq qiymati 3. 2x qo'shilgan 1 minus 3 ga teng bo'lsa-mu bo'ladi. Ya'ni bu minus 3 bo'lgan vaqtda minus 3 ning mutlaq qiymati 3. Unda biz bu tenglimini yazsam 2x 1 ni 10 tarafga o'tkazsam 2, shunami? x dan 2 ni 2 bo'lsam 1. Unda biz 1 ni 10 tarafga o'tkazsam 2x teng minus 3 dan 1 ni alsam minus 4 x teng. Minus 4 ni 2 ga bo'lsam minus 2. Unda biz qarab boqadigan bo'lsak, bu savolning nechta tal javobi chiqdi? 1, 2, shunami? 3, 4 xil javobi chiqdi degan gap. Bularga favqulodda diqqat qilish kerak. Ha, unda bo'lsa biz eng oxirida yana 3 tal savol qarab boqaylik. 4-savol. 3x ilingan 2 ning mutlaq qiymati teng 2x qo'shilgan 7 ning mutlaq qiymatiga deb 2 tal mutlaq qiymatni birisi-birisiga teng qilib beribdi, shundami? Unda bo'lsa bu yerdagi x ni toping. Bu savolni ishlashga boshlashdan burun men nihoyat muhim bir narsani so'zlab qo'yay. Masalan, 5 ning mutlaq qiymati teng 5 ning mutlaq qiymatiga, shundami? Hech qanday masala yo'q. 5 ning mutlaq qiymati teng minus 5 ning mutlaq qiymatiga, hech qanday masala yo'q. Minus 5 ning mutlaq qiymati teng minus 5 ning mutlaq qiymatiga. Men bu yerda 3 tal tenglik yozdim. Yana qaraydigan bo'lsak tafsilliroq shundami?
ikki mutlaq qimmatning birisi-birisiga teng bo'lib turish uchun ikki xil ehtimollik bor. Birinchi xil ehtimollik bu mutlaq qimmatlarning ichidagi sonlar birisi-birisiga teng. 5 5 ga teng, -5 -5 ga teng. İkinci xil ehtimollik qanday bo'ldi desa, bir songa -1 ni ko'paysam, yana bir songa teng bo'ldi. Unda bo'lsa, bu ikki xil ehtimollik asosan biz buni qanday qila olamiz? Mutlaq qimmatdan chiqara olamiz. Birinchi xil ehtimollik unda bo'lsa, ikki son birisi-birisiga teng shunda, ammo 3 akiz elingan 2 teng 2 akiz qo'shilgan 7 dedim. İkinci xil ehtimollik qanday bo'ldi? Bir son yana bir songa -1 ni ko'paytganga teng. Unda bo'lsa 3 akiz elingan 2 teng 2 akiz qo'shilgan 7 deb yozdim. Xohlagan birisiga ya oldiga ya keyniga, xohlagan birisiga -1 ni ko'paytirsam bo'ldi. Masalan, men keyniga ko'paytay. Minusni qo'yib qo'ydim. Shundami? Ikki xil ehtimollik bor. Anadan keyin tanglimini yechib chiqaramiz. Unda bo'lsa 2x ni tarafga akasam, 3x dan 2x ni olsam 2, shundami? -2 ni moyaga akasam-chi, 7 ga 2 ni qo'shsam x dan 9 topdim. İkinci tanlama. Ben bunu avval tırnaqdan çıqaray, shundami? 3x elingan 2 teng -2x elingan 7. -2x ma tarafga kelsa 5x, shundami? -7 ga 2 ni akilib qo'shib pasam, necha bo'ldi? -5. Unda bo'lsa x dan -5 ni 5 ga bo'lsam -1. Unda bo'lsa 5-chi savol qarab boqaylik. 2x elingan 9 ning mutlaq qiymati 3 dan cho'ng 7'den kichik veya 7'ge teng deb tushundimi? Bu yerdagi 2x elingan 9 musbat son bo'lsin bo'ldi, manfiy son bo'lsin bo'ldi. Nima degan gap? Agar 2x elingan 9 3 bilan 7 ning oraliqidagi bir musbat son bo'lganida, bu shu peti chiqadi, ya'ni 3 dan cho'ng 7 dan kichik bo'ldi. Agar 2x elingan 9 -3 bilan 7 -7 ning oraliqidagi bir manfiy son bo'lganida, bu manfiy son mutlaq qimmatdan musbat son bo'lib chiqadi, ya'ni 3 dan cho'ng 7 dan kichik veya 7 ga teng bo'ldi. Unda bo'lsa bu yerda ikki xil ehtimollik bor ekan shundami? Birinchi xil ehtimollik men buni musbat son deb faraz qilsam, musbat son mutlaq qimmatdan shu paytda chiqa oladi. 2x ilingan 9 7 dan kichik va 7 ga teng 3 dan cho'ng. Men bu tengsizlikka 9 ni qo'shib qo'ygan vaqtimda bu yerdagi -9 yo'qolib ketdi. Shundami? 7 ga 9 ni qo'shsam 16, 3 ga 9 ni qo'shsam 12. Butun tengsizlikni 2 ga bo'lgan vaqtimda x 8 ga teng va 8 dan kichik 6 dan cho'ng chiqarib oldim. İkinci xil ehtimolli qandaqda 2x ilingan 9 bir manfiy son deb faraz qilsam. Manfiy son mutlaq qimmatdan chiqqan vaqtda oldiga minus belgisini qo'yib berdik shundami? Masalan, -6 ni mutlaq qimmatdan chiqqan vaqtda -6 deb chiqardik. Unda bo'lsa -2x ilingan 9. Chunki 2x ilingan 9 manfiy son. Oldiga minus belgisini qo'yib berdim. Mutlaq qimmatdan musbat son bo'lib chiqdi degan gap. Unda bo'lsa bu qanday bo'lgan? 7 dan kichik va yoki 7 ga teng 3 dan cho'ng, shundami? Men bu tengsizlikka -1 ni ko'paytirsam. -1 ni ko'paytirsam qanday bo'ldi? Men plus bo'lib ketdi, shundami? Unda bo'lsa 2x elingan 9 bo'lib ketdi. Lekin biz bir narsani qat'iy unutib qolmasligimiz kerak. Tengsizlikka manfiy sonni ko'paytgan vaqtda bu cho'ng kichiklik belgisining yo'linishi o'zgaraydi degan to'q. Unda bo'lsa bu qanday bo'ldi? Maya kichik shundami? Cho'ng bo'ldi. -7. 7 ga -1 ni ko'paysa -7, bu-chu -3. Ya'ni 2x ilingan 9 -3 dan kichik, -7 ga teng va -7 dan cho'ng bo'ldi. Unda bo'lsa men butun tengsizlikka 9 ni qo'shib qo'ygan vaqtimda bu yerda 2x qoldi. Mana 9 ni qo'shsam necha? 2 bo'ldi. Mana 9 ni qo'shsam-chi 6, shundami? Unda bo'lsa oldi keynini 2 ga bo'lsam, ya'ni bu yerda x qanday bo'ldi? 1 dan cho'ng va yoki 1 ga teng, unda bo'lsa 3 dan kichik. Ya'ni eng oxirida x qanday bo'lgan? 3 dan kichik, 1 dan cho'ng va 1 ga teng bo'lgan. Eng oxirgi savolga qarab boqaylik. 6-savol. -3 dan 2x ilingan 1 ning mutlaq qiymati 5 dan kichik deb to'shnami? Men buni bir son deb faraz qilsam, ya'ni bir sonning mutlaq qiymati 5 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Mutlaq qiymat degani nima? Mutlaq qiymat degan bir sonning son o'qida ifodalagan nuqtadan 0 gacha bo'lgan orliq. Ya'ni nima degan gap? Men buni bir son deb faraz qilsam, bu sonning 0 gacha bo'lgan orliqi 5 dan kichik bo'lishi kerak ekan. Unda bo'lsa, bu son 5 dan kichik, -5 dan cho'ng degan gap. Shundami? Unda bo'lsa men buni mutlaq qiymatdan chiqargan vaqtimda -3 dan 2x ilingan 1 5 dan kichik, -5 dan cho'ng deb ma'qul shaklda chiqarib olaman. Unda bo'lsa bu yerda bir kasr bor, shundami? Bu kasrni yo'qotish uchun men
minus 3'ke köpəytsəm buldu, aldı kemini, onda biz köpəyt bakay. Minus 3'ke köpəytdim, bu ya minus 3'ten 2 əkiz elanğan 1, onda olsa 5'ni minus 3'ke köpəytsəm minus 15, minus 5'ni minus 3'ke köpəytsəm neçə buldu? 15 buldu. Bir nərsəyə alayı diqqət qilish kerak. Bir təngsizlikni mənfi sanğa köpəytgan vaqtda minus 3'ke oxşaş, mənfi sanğa köpəytgan vaqtda çoğ kiçiklik belgisinin yölünüş özgərəydi degan toq biz. Qat'iy unutib qalmaslik kerak. Shundaymi? Mana yölünüş özgərdi. Kiçik belgisi çoğ, qanda bu yerdagi kiçik belgisi çoğ bo'ldi. Unda olsa bu yerdagi minus 3 bilan minus 3 qisqarib ketdi. Shundaymi? 2 əkiz elanğan 1 minus 15'den çoğ, 15'den kichik. Bütün təngsizlikə birini qoşub bergan vaqtimda 2 əkiz qanday bo'ldi? Bu ya minus 14, bu ya 16. Shundaymi? Unda olsa bu yerdagi əkiz minus 7'den çoğ, 8'den kichik degan gap. En ahırda yeni bir ta'kidlab o'tay. Bir sonning mutlaq qiymati deganimiz qanday bo'ldi? Bu sonning son o'qi ustida ifodalangan nuqtadan 0 gacha, ya'ni son o'qining boshlang'ich nuqtasigacha bo'lgan oraliqni ko'rsatib berdi. Mutlaq qiymatdan hech bir zaman manfiy son chiqmaydi. Musbat sonlar shu paytda chiqadi, 0 ning mutlaq qiymati 0 bo'ladi. Unda bo'lsa bugungi darsimiz mutlaq qiymat mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.